Bironta normalniy chiqib qolsa erga tegib ketaman. Nima Nechta deysiz? farzandingiz bor edi? 4 Ikkitami, 3ta bormidi? 4 ta. Yani 80gacha, 3ta tug'sangiz cho'tki. Razmer o'zgarmaydi. Xotiramang. Plyus G'alati kirmaydi odamlar. o'tga. Plyusni ham yog'lab tiqishingiz kerak kirish uchun. To'g'risida. Hammaniki o'zgaradi, sizniki o'zgarmasa siznikini tilladan ekan. Maniki tilladan. Tillangizni tiqib ko'rasizmi? Ganji как раз Toshkentda ekansiz. Tiqib ko'rasizmi mana Toshkentdaman. Qo'tobommi nimani efirimda Alo. qo'pol qilib aytganda boru raz musur qiladi jalab bor Pokizani efirida o'tirdi yibban dalbayob senga yalatmayman kelsang. Gapingiz qilmang. Uxlab yotgan narsani uyg'otyapsizlar gaplaringiz bilan. Nega billa? Komil? Aynibsan-ku uka? Aynaganim yo'q. Endi просто iyotsiz gaplaringizni любой erkak kishini kishan bo'ladi-da. Uyotsiz? Nega? Unaqa videolarni ko'rgandan keyin odam uylangisi keladi-ku, naborot erga tegisi keladi. Men misol uchun erga tegim kelib ketadi shunaqa videolar ko'rsam. Atak ana shu ko'proq ana shunaqa qiladi-yu, kishiga qiz bolami, o'g'il bolasi bo'ladi-yu. O'shanda ko'proq organizmi sog'lom bo'lar ekan. Hamma yog'i. Серьезно? Naborot charchaydi-yu, qanday sog'lom bo'ladi? Chinni sen adashyapsan. Erkak kishi charchaydi, o'g'il bola. Anavi qiz bola bilan ayol kishi charchamaydi. Ular mazza qiladi, kayf bo'ladi undan. O'zi shunaqa ish qilganmisan? Unaqa ish qilmaganman. Uylansam qiz bolani kerak bo'ladi, qizligini olishga keyin qilamiz debman. Unda qanday sen unaqa narsa qilmasdan turib, unaqa narsalar to'g'risida taxmin qilsan? Kuch ketadi, quvvat ketadimi debman-da. Qilganlardan so'raganman-da. Qiz bolani qo'lidan ushlamaganmisan? O'pmaganmisan? O'pmaganman. Bo'lishi mumkin emas, hatto o'pgansan. O'zi xohlab berishsa ham men unaqa jinsiy aloqa ish qilmayman. Boshqa ish qilaman, lekin shunaqa ish qilmayman. Yalavorgan Komilxonning videosi bor-da. Aldayapti. Shunaqa videoying bormi? Qarang-da, Xadija opa. Просто bitta taksiga o'tirdim-da. Taksiga. Действительно qiz bolaga o'tirdim. Yonimda ketyapti. Birram ko'kraklari zo'r, figura udar qiz bola ekanda. Chiroyli rosa. Ko'zi ham, qoshi ham. Qani endi quchoqlab ketsam endi deb qoldim. Bag'rimga bosib. Aytmadingmi, ozgina ko'proq pul beraman, sizni shunaqa ish mumkinmi demadingmi? Bilmasam, shunaqa pul bersam shunaqa qildiradimi o'zi xohlagan narsalarni ham. Unaqa deganda rahmatli qarindoshim bor edi, shunga rosa o'xshar ekansiz. Rosa shu qarindoshimni sog'ingandim. Bitta bag'rimga bossam maylimi demadingmi? Ko'kraklari qip-qizil bezgaldir kiyib olgan, dahshat ko'kragi katta. Ko'kragi ancha katta emas-u, chotki ishlanganda ko'kragi tirsillaganda. Men aytgan taktikani qilgan, xo'pmi? Maryam degan opa bor, figurasi dahshat. Visa Center'da ishlaydigan ayol, Bigolife ведущий. Ko'kragini ko'raman, katta figura tirsillaganda, bu ham chiroyli, sochi uzun, aytaman qanday emchaklarini ushab nosing qondirsangda deb qo'yaman ichimda. Bilam. Jinni ekansan sana. Keyin mayli deyman.